Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganingizdek, mana biz Xitoyda Unitas Rakina zavodidamiz. Bu yerda nima jarayon ketyapti hozir? Bu yerda loydan qolipdan chiqqan mahsulotlarni olib kelib, mana kraska jarayoniga topshirilyapti. Yo'qda u akalar kraska sepishadi. Kraskasi sepilgandan keyin avtomatik liniyadan chiqadi va o'sha yerda ko'rib turgan joylarga borib, u yerda ham 3 ta tekshiruvdan o'tadi. 3 ta tekshiruvdan o'tgandan keyin bu yoqqa topshiriladi. Bu yoqqa topshirilgandan keyin pechka, mana shu uzun pechkani ichiga kirib ketadi. Pechkani ichiga kirib ketgandan keyin u glazuri o'sha ko'rinib chiqib keladi. Ya'ni pechka kraskani ochadi, ya'ni yaltiratadi. Hozir aynan bu jarayonda kraskani o'zi sepilyapti. Mana, lekin yaltiramayapti, ahamiyat berayotgan bo'lsangiz. Bu pechkaga kirgandan keyin yana yaltiraydi.